Ana shu kassay filtrda ko'p YouTube'larda ko'raman, noto'g'ri desam yo'q, to'g'ri deydi. Mana shu kassay filtr yoki bunaqasiga tushishi kerak, yoki pastga qarab. Mana bu bolti tepaga qarab tushishi kerak emas, suv shu yoqqa yo'nalgan taqdirda ham. Shu narsani ko'pchilik usta santexnikman deganlarim yo'q deydi, to'g'ri qo'yganman deydi. To'g'ri qo'ygan bo'ladi. Faqat mana bu tepaga qarab tursa bo'lmaydi. To'g'ri musorda o'tkazmaydi, lekin o'ziga to'plab ham qolmaydi musorda.